Mavzuda davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Harbiy prokuraturasi tashabbusi bilan shahar va tumanlardagi maktablarda tahsil olayotgan jasorat sinfi o'quvchilari o'rtasida diktant tanlovi o'tkazildi. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bilan hamkorlikda o'tkazilgan mazkur tanlov, aytish kerak, yosh avlodda vatanparvarlik tuyg'usini yuksaltirish, yoshlarning davlat tili borasidagi bilim va savodxonligini mustahkamlashga qaratildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqda. Ushbu tadbir yoshlarning ona tilga bo'lgan mehrini yanada mustahkamlash, ularni vatanparvarlik, jasorat va mas'uliyat ruhida tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Dastlab o'quvchilar vatan mavzusida diktant yozishdi va bu orqali ona tilimizning sofligini asrash, to'g'ri hamda ravon yozish, fikrni aniq ifodalash borasidagi bilim va savodxonliklarni namoyon etdilar. Tanlov yakunida g'olib va faol ishtirokchilar hamkor tashkilotlar tomonidan faxriy yorliq va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Shuningdek, ushbu tanlov doirasida harbiy qismda ochiq eshiklar kuni, harbiy vatanparvarlik tadbiri ham o'tkazildi. Unda o'quvchilar harbiy qism hayoti bilan yaqindan tanishdi. Ayniqsa qurol aslaha va harbiy texnikalar ko'rgazmasining tashkil etilganligi o'quvchilarda katta taassurot qoldirdi.